Assalomu alaykum. Mana bugun hozir birinchi bizani hamkorimiz Ramiz Catering Prokat Uz rahbari Ramziddin akamlar. Xush kelibsiz bizani studiyamizga. Bizani ozgina qisqa savollarimiz bor. O'shalarga javob bersangiz, Xudo xolisa qo'ldan kelgancha. biz o'zimizga shu ish jarayonida qanaqa yo'nalishlarda sizga xizmat qilishimizni, sizni boshqa mijozlaringizga qanaqa xizmat qilishingizni o'sha haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ramziddin aka, hozir mana o'zingiz o'sha prokat xizmat ko'rsatishi bu yerda yana catering xizmatlari o'shalar haqida to'liq ma'lumot va boshqalardan qanaqa jihatlardan ajralib turasiz? Bizda hozir xohlagan usulda budjetga qarab olsa bo'ladi, xohlasa prokatga olsa bo'ladi, idish tovoqmi, stol stulmi. Xohlasa masallig'ini olib beradigan bo'lsa klientlarimiz ham prokatimiz boradi, powerlarimiz, ofitsiant, posudmoykalarimiz borib ham xizmat qilib beraveramiz. Yo, hammasini qilib beringlar desa, masalliqlarni ham olib chiroyli qilib o'tkazib beraveramiz, xudo xolisa. Boshqalardan ajralib turadigan tarafimiz menimcha shu bo'lsa kerak. Bizdan xohlagan odam kelib, donalab ham olib ketishi mumkin tarelkalarni. Misol, u budjetiga qarab turib olib ketaveradi. 10 kishilikmi, 20 kishilikmi, kattaroq tadbirlargami farqi yo'q. Assortimentlarimiz xudo xolisa bor. Imkon qadar qilib beramiz. Shunda siz aytishingiz bo'yicha eng budjetli variantda premium klassgacha xizmat ko'rsatish anaqalaringlar Xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Asosan siz qanaqa marosimlarda xizmat ko'rsatasiz? Asosan bizni farqi yo'q. Tug'ilgan kun, beshik to'y, hozir kuyov navkar, Ramazonda iftorlik. Qanaqa yaxshi kunlar bo'lsa, hammasida xudo xolisa xizmatdamiz. Qilaveramiz. Hamma narsamiz bor, ko'chma naves. Misol, qish kuni desa, pechkalar. Yozgi kunida konditsioner, navestichiga qilib beramiz. Konditsionerlari bilan shunday qilinadi. Stol, stul, hamma assortimentlarimiz bor. Shunda yozgi kunida, issiq kunda bo'lsa, muzdekkina joyda konditsionerda, muzdek suvlar ta'minlangan, xolodilniklarda shunaqa kutib olasiz. Xolodilniklar ham bor. Sizni mijozlaringizdan eng ko'p keladigan savollar qanaqa savollar berishadi sizga o'sha kelganda? Sizga qanaqa savollar bilan ko'proq murojaat qilishadi? Asosiy keladigan odam menimcha narx bo'yicha bo'lsa kerak. Narxi ham qanaqa o'tkazishi bo'yicha so'raydi. Nima qilinyapti, nima qo'yilyapti, qanaqa. Ko'pchilik birinchi to'yim deydi, navkarga kelganlar, kuyov navkar qilishim kerak deydi. Bir xilla fataha to'y, nimalar qilinyapti. Imkon qadar ko'rib turib, o'sha ma'lumot beramiz hammaga. Qo'ldan kelgancha. Ishonib topshirsa o'tkazib ham beramiz yoki prokatini o'zini yoki catering xizmati bilan olishadi, farqi yo'q. Xo'p, Ramziddin aka, tasavvur qilaylik, men sizga mijoz bo'lib keldim. Sizga aytyapman, meni domda turaman, uyim kichkina, lekin kutadigan mehmonlarimiz soni ko'p. O'shanga qanaqa yechim qilamiz deb sizga savol bersam, siz menga qanaqa takliflar berishingiz mumkin? Joylashganda uyimizga borib ko'ramiz. Uyning sharoitlarini ko'ramiz. Uyning sharoitiga asosiy mehmonlaringizni kirgizadigan bo'lsangiz, keyin yana tashqarida ham xuddi o'shanaqa qilib, undan ham zo'r qilib, kerak bo'lsa, chiroyli qilib, o'sha pastda agoroti bo'ladimi yoki ochiq joy bo'lsa, naves qilib turib, ichiga stol stullar qo'yibmi, xohlagan chiroyli marosimingizni o'tkazib bersa bo'ladi. Uy ichida qanaqadir o'sha zalingizda bir 10 talikmi, 20 talikmi joy qilib bersa, qolgan mehmonlaringizni domni pastdi o'sha anaqasiga yo'lagiga yoki anaqalar bo'ladi-ku, o'zini plashatkalarida chiroyli qilib o'tkazib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Uyingiz ichiga chiqib ham ovqatlar qilib o'tirmaymiz. O'choq, qozon, hamma narsa bor. O'sha tashqarining o'zida hammasi bo'ladi. Uy ichiga unaqa ortiqcha narsalar kirib bezovta bo'lmaydi ayollar ham. Shunda sizni aytishingiz bo'yicha, eng full komplektatsiyangizni oladigan bo'lsam, men sizdan o'shanda uy egasi faqat endi bu full komplektatsiya shart emas, budjetdan kelib chiqib qilaveriladi hamma narsa. Oddiy prokatga olinsa ham biz borib ko'rib berib, mana shunaqa ketadi deb ham aytaveramiz. U shart emas, u hamma narsani mendan ol degan narsa yo'q bizda. Budjetiga qarab qilib ketaveradi mijozlar. Yo'q, men savol aytmoqchi bo'lgan narsam,
uy egasi shunaqangi tarifingiz bormi? O'sha faqatgina bo'ldi kelinglar mehmonlarni kelinglar qilib, Bor. to mehmonni kutib olishidan hech nima ish qilmaydigan. Tushundim sizni. Uy Bor. egasi hech narsa ish qilmaydigan variantlar. Bor, xudo xolisa unaqa variantlarimiz ham bor. Hamma narsani qilib beramiz. O'zini uyida o'zi mehmon bo'ladi mijozlar. Mehmonlarni kutib oladi, bo'ldi. Qolgan xizmatlarni bizning komandamiz qilaveradi hammasini. Demak, uyingizda o'zingiz mehmon bo'lgisi kelayotgan bo'lsa, Ramiz Cateringga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'lar ekan. Ramziddin aka, bizning studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchiligimizni ham bildiramiz. Xudo xolasa endi kelajakda yaxshi natijalarga erishishimizda xudo xolasa tilagidamiz o'zimizni. Taklif uchun rahmat. Ishingizga omad. Xudo xolasa ishlaringiz davomiy bo'lsin. Hammaga rahmat.